Do'st, endi Y harfi bilan yuz ko'rishsiz. Tayyorligingiz bitdimi? Baş Y. O'tira Y. Oğlanma Y. Yalğız Y. Yılan yaladı balısını, bala çişlivaldı anısını. Dada, bana kompüter ip versançu. Aldı bilen elip beni tiz tügetsançu. Hakika azmetken sen. Dinozavurunu öldüreldim. Sendeki zadı qandaq sihir güçtü o. Qo'y baqıdı Ahad bay, öy salıdı Samet bay, aç yalıngaç qaldığı hiç çıkınmay Mehmet bay. A, Y, ay. B, A, ba, Y, bay. Y, A, ya, şi, yaş. Yağa. Sa'nı koysa, yasa buludu. Y, A, ya, S, A, sa, yasa. Yağa. Zayını koysa, yazay buludu. Y, A, ya, Z, A, za, Y, zay. Yazay. Y, Ü, yü. S, Ü, sü. T, süp. Yüsüp. A, T, ata. Ata. Ö, Y, öy. Öy. Y, A, ya. S, A, sa. Yasa. Yüsüp, ata, öy, yasa. Sırlık orman. Burunning burunusida bir qo'rqinchli orman bo'lgan ekan. Bu ormanlikda sher, yo'lbars, yılan, chayonlardan tortib bo'g'i-maral, qo'y kallag'icha birga yashaydi ekan. Bu yerda bir oila kishilari bo'lib, ular ovchilik, dehqonchilik bilan jon boqadi. Bir kuni ular yılan, chayonlarning ko'pligidan o'z hayotidan ensirab, o'yilni cho'ri deb tamsanmoqchi bo'ldi. Oğul lazimetlik narsalarni akilishga shaharga ketdi. Oğlunuz ece kemaydi o, bir iş bo'lmagandı ha. Xotirjam bo'l, uningda qoral bor. Bu qishlar yetmaydigandek qiladi. Avval bu qishlarni ishlatib turaylik. Yetmay qolsa, o'g'limiz kelganda bir gap. Voysi. O'lgur, nereden keldi bu ablah? Yıldızxan, ko'zingizni iching'a. Birni bo'lmag'ansiz, Yıldızxan. Dada, opamga nim bo'ldi? Opangni yılan chaqib og'ilib tas qoldi o'g'lim. Opa, ko'zimni ocha, men qaytib keldim. Keldingmi o'g'lim? Yovvoyi hayvonlar to'plashgan bu jangalda sana bir ish bo'lib qolarmikin deb bak ensirdim. Her nim bo'lsa tez aman qaytib ketsin. Yümüsümü yovvoyi hayvonlar bek vahshiy ekan. Tig'i boyli bir yo'lbosning bo'g'i yeyotganligini ko'rdim. Lekin menda qoral bo'lgandan ensirmsangmi bo'ladi? Obdanroq aramog'in appa, bak qo'rqib ketibsan. Men sana choy damlab beray ya. Ular oxiri tomni bitiribdi. Shundan keyin o'yliga ziyonxo'r hayvonlar kirmaydigan bo'ldi. Ularmi xotirjam holda o'z